Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Shavijon do'stlar. Bugungi videomizda bizlar to'g'risi do'stlar, bugungi videomizda biz zombi apokalipsis boshlandi do'stlar. Bizim ya'ni men o'zim ishlaydigan ish joyimda zombi apokalipsis boshlandi do'stlar. Endi shuni biz tozalab kelishimiz kerak. Qani bo'lmasam gov ket. Xo'sh do'stlar, mana bu yerda men narsalarimni olayim va bu lapis kerak emas, chunki men narsalarni sehrlaganman. Menga o't yana o'tlik va mana bular. Mana bular kiyamiz. Qana bo'lib bitardi. Hammasini yo'q qilib, qilich bu qani let's go. Xo'sh, ovqat yo'lda bor. Ovqat qilichim bor-ku. Qilich mana. Shu qilich bilan hozir yo'q qilmay to'xtinglar. Hozir to'g'ri u ichkarida bo'ladi. Bu do'stlar, nima deydi? Olovli qilich bilmaganlar uchun, ursa qilmaganlar uchun mana shunaqa bo'ladi. Screenshot qo'yilgan. Aytgancha men endi ishxonam uzoqdan. Bu yoqqa borgandan keyin videoni yoqaman. Uzoqda ishxonam. Do'stlar, mana ishxonam, ana ko'rasizlarmi, zombilar. Ko'p, juda ham ikki qavatda bu ishxona, ikki qavatda ichida. Mana menda g'oya bor. Hozir derazani buzamiz do'stlar. Keladigan emasmi? Eshit buzyaptimi? Mana bu yerdan kiraman. Mana. Eshit buzyapti do'stlar. Eshit buzyaman senga. Davay, chiq hamma. Bular yomg'irda o'lmayapti. Mana senlarga. Azama. Yo'q. Chiqib. Ke. Mencha ikkinchi qavatdagilar ham tushdi. Yana bilmadim. Xo'sh, qani buni yeb olamiz. Steykni yeb olamiz. Xo'sh, tepachi. Tepa tozalandi, yaxshi, tepa toza. Xo'sh, endi bemalol bitta ishlarni davom ettirsak bo'laveradi do'stlar. Bitta zombi apokalipsini yo'q qildik. Lekin meni uyimga tarqagan bo'lishi mumkin-da do'stlar. Hozir uyimga borishim kerak. Shunda uyga borgandan keyin videoni yoqaman do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana yetib keldim. Meni uyimga virus tarqamadimi? Hozir kech tushyapti ekan. Xo'sh, o'ylash kerak. Tarqamadimi? Mayli. Unisam tarqamagan yaxshi. Ekinlarimni men olib yana sazi 9 ta yaxshi. Potato 12 ta yaxshi. 4 ta joyda 12 ta potato. Xo'sh, mana bu yaxshi. Endi yana sabzi, keyin yana potato. Xo'sh, yaxshi. Do'stlar, hammasi yaxshi. Mencha to'xtang. Endi potato. Mencha tarqamagan virus
qilmagan, chunki hech qanaqa zombilarni anaqa qilishim yo'q. Hozir anaqa nima deydi, ertalab zombilar paydo bo'lmaydi. Lekin yana bilmadim. Xo'sh, mayli biz Nizerga kelaylikchi. Nizerda nima gap ekan? Nizerda hech gap yo'q. Nizerda hech gap yo'q. Yaxshi Nizer, chunki Nizerga ham tarqashi mumkin zombilar. Men narsalarimni olmasam yechib qo'yaman, hammasini qo'yib joyiga, keyin anaqa qilaman. Xo'sh, atigi uchta ketdi. 3 dona. Xo'sh, men aytgancha sandiqlarimni, patetlarimni ham solishim kerak. Sabzi, urug', mana buni non qilamiz hali. Xo'sh, aytgancha do'stlar, uyga baho beringlar. Hozir tashqaridan qilib ichishini ham uyimga baho beringlar. Qanday chiqdi? Tayda bilasizlar, mana bu tepasida esa mana tepasida, lekin mana kuzatsam bo'laveradi. Masalan, zombilar kelib qolsa, mashqga o'tolaman, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'sh, kech tushyapti do'stlar. Kech. Mayli. Men daraxtlarim o'sgan. Daraxtlarim o'sgan, kech tushsa yana videoni yoqaman do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana kech tushdi. Zombilar chiqmayapti, yaxshi. Mayli, men ichga kiray. Soat 8 bo'ldi. Mana ekan. Uxlasam, uxlaymiz. Voy, nimani ovozi edi? Zombilar ovozimi do'stlar? Bir qarab ko'ring-chi. Hech kim yo'q. Ana, hech kim yo'q. Yaxshi. Zombilar ovozi emas, menga eshitildi, lekin zombilarning ovozi. Mayli. Uyga kirib oling. Yana zombilar ovozimi do'stlar? Eshitilyapti-yu. Do'stlar, zombilar kelib. Yo'q. Do'stlar, Skelet. Demak bu degani zombilar paydo bo'lishi. Jang qilamiz do'stlar endi. Hammasi bilan jang qilamiz. Bugun do'stlar jang aytganimki zombi apokalipsis boshlandi deb. Ovqatchilik bor, yaxshi. Soat. Tungi soat 10. Davay. Kim otdi? Qani? Orqada otdi. Mana. Yaxshi yerda suv yaxshi. Ilk polizlarni elbismadimi? Yo'q. Yana skelet. Aylanib turib zarba beramiz. Qani? O'rgimchak. Senga o'rgimchak. Tak. Yana kim bor? Yana kim? Ana skelet. Zombi apokalipsismi bu? Skelet apokalipsisku bu. O'rgimchak ham ko'p ekan. Yana kiming? Yana kim? Hech kim qolmadimi? Yo'q, bor. Ana zombilar. Senga. Yana skelet aylanib turib. Senga. Aylanib turib zarba. Xo'sh, yana kim bor? Zombi. Seni komandan. Mana. Tamam, yaxshi. Xo'sh. Yana kim bor? Yana skelet komandan. Yaxshi. Kim bu?
nima senga? Yaxshi, hammasi. Hech kim meni hali o'ldirgani yo'q. Hammasi joyda. O'rgimchak qani? Ye. Nima? Kelguningcha o'lasan, aytdim-ku. Zombi aylanib turiblar va o'ldi. Xo'sh. Yana kim bor? Hech kim yo'qmi? Yo'q, skelet bor ekan. Qani, emas, yo'qmi, tegmadi. O'qimda bor keling. Yaxshi. O'rgimchak. Mana senga o'rgimchak. Mencha mana bu o'rgimchakdan keyin boshqa hech kim qolmadi. Yo'qmi? Bo'ldi. Skelet bor ekan. Nima bo'la bu? Skeletlar ko'p paydo bo'lyaptimi? Yo'q. So'ng kelguningcha o'lasan o'zi. O'q tugabdi. Qanaqasi o'q tugadi? Aytgancha menda axir men o'q olmadim-ku. Mayli. Xo'sh. Uyga kiramiz. Tezlikda o'q 10 ta o'q yetadi. Do'stlar, hammasi hech kim qolmadi. Yo'q, skelet bor ekan. Bo'ldi, do'stlar, hech kim qolmadi. Do'stlar, videoni shu joygacha ko'rganlar uchun hammaga rahmat. Do'stlar, keyingi qismi albatta chiqadi. Zombi apokalipsisning keyingi qismi albatta chiqadi, do'stlar. Keyingi qismda aniq bundan qiziq bo'ladi. Keyingi qismda biz ishxonamizni yanada himoya qilamiz, do'stlar. Hammaga xayr, sizlar bilan videom bo'ldi. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying, do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan videom bo'ldi. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr.